Ketdi. Akalar, bozorimizga bugun har xil itlar chiqdi. Oldindan bitta narsani aytib qo'yamiz. Ko'pchilik manzilni so'rayapti. Farg'ona it bozori. Hatto desalaring 5 bola degan joyi bor. Mol bozori desalaring videodan ko'rsatadi. Mol bozorining ichida kichkina it bozorimiz bor. Akalar, Andijondan, Namangan hammalaring mana shu bozorga tavsiya qilamiz. Kelinglar, itlaring bo'lsa, olib kelinglar, sotiladi. Agar it olmoqchi bo'lsalaring, shu kesalaring har xil itlar zoti bor, narxlar arzon, gulfalardan ko'ra kelib xohlagan olishlari mumkin. Quva tomonidan keladiganlarga bo'ston o'tgandan keyin kuruk keladi. Kurukdan keyin chapga yuramiz. Chapga yurganda shu yurganlarni o'ng qo'lda o'z mol bozori chiqadi. Akalar, shu kesalaring hamma yo'q bor. Tovuq deysizlarmi, mol deysizlarmi, it deysizlarmi, hamma bozor bor. Akalarim bugun bozorda hatto berman. Alabaylar chiqqan. Bashi bozorda kanga va mot chiqishdi. Uchtasini 2 millionga sotishdi. Videoni o'tkazib yubormaysizlar. Like podpiskani bosib turinglar. Podpiska bo'linglar, men sizlarga chiroyli itlarni, chiroyli videolarni ochib beraman akalar. Bozorimiz mana shu tomoni gavjing bo'lyapti. Kuchukchalar, mashiqlar bor ekan. Shularni mahalla. Nech pul aka mana itlarimiz? Sizga только меня не показывай. Qarziganlarimiz go'shtida Labradorda bolalari bor deyapti. Mana qora. Labrador bolalar 400 ming so'mga. Mana bu ikkitani chiroyli 500 ming so'm narx aytyapti opamiz. Zanocha kuchuklarga. Mishiqchalarimiz 200 ming so'mdan boshlanar ekan, 100 ming so'mdan boshlanar ekan akalar. Mishiq ham bor batta, kelaverasizlar. Bu qalay itlar aka? Har xili bor ekan, laychasi ham bor ekan, sal kattaroq bo'ladigan ham bor ekan. Yaxshi. Mana. Narxlari 300 ming so'mdan 400 ming so'mdan deyapti. Tarobkaga so'ragan. Mana mishiqchalar. Mana itchalar. Hech bilagan babani iti. 200 ming ekan. Mishiqchasi-chi? Tarobka bitta küçük yol bitta tarobkani ber. Ona go'shtlarini. Akalar, Rottweiler urg'ochisi bozorimizga chiqibdi. Urg'och. Aka bir marta tuqqan, a? Bir marta tuqqan ekan. Holatlari yaxshi. O'zi zotga. Yosh bolalarga umuman tegmaydi deyishyapti. Qochgan ekanmi? Qochgan ekan. Bir hafta bo'ldi qochgan. Pasport dokumentlari bor ekan. Prinskalari qilingan ekan. Holatlar. Ma'lumot to'linida aytib beramiz. Qo'riqchilikka oladiganlar, chorvaga oladiganlar, uyda dekorativni boqaman deydiganlarga akalar aloqaga chiqaverasizlar. Bozorimizda shu chekkasida ayiq, kalla, ovcharka 10 oylik urg'ochi deyishyapti akalar. Ammo juda chiroyli, bitta ko'rib, like podpiskani unutmanglar. Sizlar uchun video qilyapmiz akalar. Holatlari zo'r, urg'ochi, ozmoz komandalari bor deyishyapti. Yosh bolalarga umuman tegmaydi deyishyapti. Holati. Qamni. Bu urg'och ekan, mana bu erkagi bor ekan, mana 10 oylik erkak. Uklonlari bor, toza qonli. Mashina komandalari bor ekan, orqaga o'tib ko'rsatishda apartirovkalari bor. Ovcharkamiz. Bu narxini 1,5 million so'm deyishyapti. Akalar, mana holatlari zo'r. Apartirovkalar o'ynatishda, ko'rsatishda shu qo'riqchilik kuchugimiz mana 300 ming so'm. Akalar, mana shu ovcharkani 1,5 millionga narx aytishyapti. Ko'pincha xizmatga ham olishadi. Aloqaga chiqishaversin. Nomerlar qo'yib boramiz. Akalar, bozorimizga Rottweilerda kuchugi chiqibdi.
1,800,000. Ha, holatlari zo'r. Akamni yonmachasi ko'rsatdim. Erkak deyishyapti. 1 oylikdan o'tibdi Ratfellar. Endi yonmachasi ham shuncha. Narxini 600,000, 700,000 so'm deyishyapti akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Ha, holatlari. Akalar Dabermanda urg'ochisi chiqibdi. Juda ham chiroyli. Ha. 2 yashar bo'ladi. Quloqlar kesilmagan. Kesilganmi quloq? Kesilgan, endi turgizyapti sal-sal. 2 yoshmi? 2 yashar deyapti. Ha, urg'och, tug'magan hali. Bir marta tuqqan ekan. Ma'lumotni aytib ketamiz. Qo'riqchilikka yaxshi, chorvaga olishyapti akalarimiz. Daberman Inamarka zot hisoblanadi akalar. Yosh bolalarga unchalik tegmaydi. Narxini $300 deyapti. Mana. Sizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Akalar bozorga kuzxar chiqdi. Kuzxar holatlari zo'r. Erkak, mana o'ngdagisi erkak ekan, bunisi urg'och ekan. Erkagi 1 million so'm, urg'ochisi 800,000 so'm, kami bor deyapti. Ota-onalari toza qon deyapti aka. Kelib ko'rishlaringiz mumkin ekan. Holati va shudar. Bu ma'lumot o'rnida aytib qo'yamiz akalar, u uchun ishlaydi. Keyin uyga qo'riqchilikka olmoqchi bo'lsalaringiz zo'r variant. Yosh bolalarga umuman tegmaydi. Aqlli zot bo'ladi uyda, hattoki o'zini axlatini ko'rsatmaydi. Mishiq, pishiqlarni qo'ydi, yovvoyi itlardan ham himoya qiladi. Bular haligi sal kattaroq bo'ladi. Holati endi labrador, shunaqa bo'yi shunaqa bo'ladi. Ma'lumot o'rnida aytib ketyapmiz bir yo'li. Bir jub bor akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Bozorimizda har xil itlar chiqqan. Mashatda, Maratda bitta qirg'iz kuchukchamiz chiqib qoldi. Qo'riqchiligini ko'ryapsizlar. Bitta zvonovchamiz bor ekan, zvonovchamiz mana. Quloqlar tikka bo'lyapti ekan. Mana qirg'iz kuchukchamiz. Buni narxi 400,000 so'm, zvonovning narxi 300,000 so'm akalar. 200,000 ham qilib berishaverar ekan. Aka bu qanday it bu? Spanielda nimasi bor? Spanielda yana bir xil ekan. Spaniel bilan chatishgan shekilli bular aka. Nech pul ekan puli? 300,000 da ko'taring aka. 300,000 so'm erkak ekan a. Ana. Kichkina, katta bo'lmaydigan ekan. Akalar, Akito Inu tuqqani chiqibdi, urg'ochisi. Albinos. Ko'p Akito Inular sariq, zalachisi bo'ladi. Bunaqa noyob rangi mana bozorimizga chiqibdi, albinos. Tuqqan ekan. Yoshi aka necha yosh? Yo birinchi tug'ishmi? 1 yoshdan o'tgan. Birinchi tug'ishi, birinchi tug'ishi. Buni bolalari ham bor. Boshqa itlar shu chachishib qolibdi shekilli. Mana bu bolalari 200,000 so'mdan ekan. Buni narxini akamiz 500,000 so'm qilib beramiz deyapti. Sizlar obunachilaringizga. Qo'riqchilikka zo'r it. 500,000 so'm. Shikolat. Bozorda sotilib ketishi ham mumkin. Akalar, Staffordni tozasi chiqibdi. Pitbull mana akalar. Ko'pchilik so'rayotdi. Aka bu urushtirganmisiz? Ha, urushtirilmagan. Endi bir ikkita itlar chiqib yoshiga endi yetyapti. Necha yosh aka bu? 1 yosh endi bo'lar ekan. Holatlari zo'r. Erkak. Bu yosh bolalarga tegmaydi aka. Odam zotiga tegmas ekan. O'yin qarab ekan. Faqat shu it desalari itni yomon qilar ekan. Itni narxini akalarimiz 3 million so'm deyapti. 3 million so'm deyapti. $300 deyishdi. 3 million so'm qilib beramiz deyapti akalar. Holatlari zo'r. Mana qo'riqchilikka olaman deydiganlarga bo'ri kelyapti deb bezor deydiganlarga akalar. Holatlar. Spaniel chiqibdi bozorimizga. Narxini 1 million so'm deyapti.
Erkak. O'ga ishlamagan aka? Aka videoga olmaydi. Yo, siz olganmi? Ikkita olyapman. Akalar, bozorimizga bunaqa seri legenda mishiqlar ham chiqib turadi. Erkakmi aka? Erkak. Erkak ekan. Necha yosh? 2 yosh. 2 yosh bo'ldi. 2 yosh. Quloqlari singandan ekanda, fold. Fold akalar. Ha, holatlari yaxshi. Narxi necha pul? 150 ber. 150 dollar deyishyapti. Ozmoz kami bor ekan. 150 dollar. Boqaman deydiganlarga mana mishiq. Bozorimizda shunaqa mishiqlar ham chiqib turadi. Akalar, toza qonli kangal chiqib qoldi. Mana tumshuqlarni ham ko'raverasizlar. Qorasidan mana u erkak akalar. Holatlari zo'r. Narxini 150 dollardan deyishyapti, 1,5 million so'mdan ham qilib beraveramiz deyishyapti akalarimiz. Holatlari zo'r. Mana akalar. Lapalarni ham ko'raverasizlar, juda katta narsa. Kangalda shu bolalar chiqmayotdi-yu. Sizlar uchun olib chiqib qo'ydik.